misol uchun uy sotib oldik, Dubayga keldik, uy sotib oldik. Bu yerda yashashda bizni viza masalamiz qanday bo'ladi? Ya'ni rezident masalasi bor. Zo'r. Ya'ni buni sotib olamizmi, shunchaki tekinga beradimi? Shu haqida ham batafsil ma'lumot bersangiz. Zo'r. Xo'p, Dubaydan ko'chmas mulk xarid qiladigan paytingizda oldin $204,000 uy sotib olsangiz, 2 yillik rezidentlik berilardi, Emirates ID berilardi. Hozir esa mana shu narsa olib tashlandi. Mana oxirgi vaziyatlardan keyin endi hozir Dubaydan ko'chmas mulk oldingizmi? Siz bo'ldi, sizga demak Emirates ID olishingizga возможность imkoniyat bor. Bir dona uy sotib olsam bo'ldi. $170,000mi, $180,000, ya'ni men 2 yillik rezident ID ola olaman. Xuddi shunday. Ikki kishi agar egalik qiladigan bo'lsa, uyni masalan 50% qilib olgan bo'lsa, endi yoki 4 kishi farqi yo'q. Qancha kishi bo'lishidan qat'iy nazar, endi agar sherikatli bo'lib olgan bo'lsa, ularni qiymati 410,000 dirhamdan, har biriga 410,000 dirhamdan yuqoriroq summa bo'lgan bo'lishi kerak. Dollar hisobida bu o'rtacha $110,000 atrofida bo'ladi. Ya'ni shunday. Men bemalol $1 million ga uy olib, misol 5 kishini o'rniga qo'yib, 5 kishiga ham, ya'ni rezidensiya olsam bo'ladi bemalol. Aslida masalan endi 5 ta ega bo'lsa, 5 ta ega bo'lsa 5 kishi qilsa bo'ladi, lekin aslida masalan siz Golden Visa oladigan bo'lsangiz $544,000, u ham oldinlari $544,000 to'lab bo'lgan bo'lishingiz kerak edi, keyin olishingiz kerak edi. Endi o'tgan yilda qaror chiqdi, boshlang'ich to'lov bilan ham bemalol Golden Visani olsa bo'laveradi degan. Endi masalan men oladigan bo'lsam, menga Golden Visa beradi, ayolimga, bolalarimga, ota-onamga 10 yillik beradi. Haydovchi oladigan bo'lsam, xizmatkor oladigan bo'lsam, bularga 2 yillik beradi. Yo'q, juda ham zo'r, yaxshi imkoniyat.